Assalomu alaykum, hurmatli Isin Invest kompaniyasining kuzatuvchilari va obunachilari. Mana bugun sizlarga Isin Invest kompaniyasining Qashqadaryo filialidan Belarus 80X traktori bo'yicha ma'lumot berib boramiz. Belarus 80X traktorimiz 3 oyoq traktor hisoblanadi. Bu traktorimiz asosan qator oralariga ishlov beradi. 90 lik qator orasiga va qo'shimcha perixatnik qo'ysa 60 qator orasiga. Video tagida telefon raqamlarimizni qoldiramiz. Agar aloqaga chiqsa 76 qator orasiga qanday ishlov berishi bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Belarus 80X traktorimiz qator orasida kultivatsiya ishlarini bajaradi. Aproskavatorlarda dorilarni sepadi va yermovlarda omopas ozitlarni sepish bilan ishlov beradi. Belarus 80X traktorimiz tur porshini hisoblanadi. 81 ot kuchi, 243 dvigatel bilan jihozlangan va magnitofon konditsionerlari ham mavjud. To'lov usullari naqd pul va pul ko'chirish yo'llari bilan va lizing kompaniyasi orqali oyma-oy to'lov va 3 oyda bir, 6 oyda bir to'lovlar bilan bemalol xarid qilish mumkin. Toshkent narxida o'zimiz Qarshi shahridagi Qashqadaryo filialimizdan Toshkent narxida O'zbekistonda eng arzon narxlarda olishingiz mumkin. Manzilimizni tanishtirib o'tamiz. Manzilimiz yuqori zona uchun Kitob, Sharsabz, Chiroqchi, Qamashi, G'uzor tumanlari uchun Qarshi shahridagi mashina bozordan o'tgandan keyin O'nqulda 1 kilometrdan keyin O'nqulda joylashganmiz. Mirishkor, Kasb tumani va Qarshi tumanlari, Koson tumanlari uchun Qarshi shahridan chiqib ketishda Masazavoddan o'tgandan keyin chap qo'lda joylashganmiz. Video tagida telefon raqamlarimizni qoldiramiz. Agar aloqaga chiqsangiz, yana ham to'liqroq ma'lumot berib o'tamiz. Kelingizlar, kutib qolamiz.